Bismillah, boshlaymiz. Browser ochamiz. Safari'mi, Chrome'mi farqi yo'q. Shu yoqda Study in Saudi deb yozamiz. Mana o'sha tajribada chiqib keldi. Sayt ochilgandan keyin ba'zida arab tilida ochilishi mumkin. Hammaga qulay bo'lishi uchun inglizchaga o'tkazamiz. Mana ingliz turibdi. Xo'p. Ana endi birinchi bo'lib sign in qilamiz. Profil yaratishlik uchun eng pastga tushamiz. Mana create your account turibdi. Shuni bosamiz. Mana bu yerda o'zingizlar haqida ma'lumotlarni to'ldirib chiqasizlar. Instagram pasport bo'yicha first name bu ism, last name familiya. Keyin email adres, keyin tug'ilgan sana, va millat va jinsi va parol qo'yasizlar. Passwordda kamida bitta harf katta bo'lishi kerak. Keyin kichkina harflar bo'lishi kerak va yana raqamlar va bitta ramz ishtirok etishi kerak. Kamida va 8 xonadan oshuv bo'lishi kerak. Yaratgan passwordinglar. Xuddi shunaqa ikkinchi joyiga ham o'sha o'ylab topgan passwordinglarni confirm qilib xuddi shunaqa yozasizlar. To'ldirib chiqqaningizdan keyin create account'ni bosamiz. Mana check your email degan yozuv chiqadi. Ya'ni shu yaratilayotgan profilni tasdiqlab olishlik uchun link jo'natadi tekshirish uchun. Endi shu emailga chiqib o'shani kirib tasdiqlab olish kerak bo'ladi. Mana bunday xat keladi. Study in Saudi portalidan shu tasdiqlashlik uchun ikkita tilda, arabchada va inglizchada kelasi mazmuni bir xil. Va tagida ham sariqda mana turibdi. Activate your account degan. Shuni bosib, profilni o'sha aktivatsiya qilasizlar. Profilni tasdiqlab olganingizdan keyin saytni yana ochasizlar. Yana boyidagi sign in kiriladi. Endi o'sha boya kiritilgan email adres, keyin passwordinglarni yozib, profil ichiga kirasizlar. Mana profilni yangi ochganingizdan keyin mana qizil yozuvda bildirishnoma chiqadi. Complete profile degan. Shuni bosasizlar, o'zingizlar haqidagi o'sha ma'lumotlarni to'ldirishlik uchun. Bu yerda 4 ta bosqich bo'ladi. Mana birinchi bosqichda personal data degan o'sha boyidagi pasport bo'yicha kiritilgan turgan bo'ladi. Keyin mana ID type degan turi, pasport residence emas, pasport tanlaysizlar. Keyin passport number, o'sha pasport seriyani yozasizlar. E'tibor beringlar, bu yerda Zagram pasport. Keyin tug'ilgan sana va hozirgi propiskada turgan joyinglar, qaysi davlat, shuni kiritasizlar. Tug'ilgan joyinglar, millat, keyin oilaviy sharoiti, bo'ydoqmi yoki uylanganmi, turmushlimi, shuni yozasizlar. Keyin mana oxirgisida personal foto degan 4x6 bir dona. Ikki xil formatda qabul qiladi. JPEG bilan PNG. Keyin pasport, Zagram pasport. Shuni suratini yuklaysizlar. Bu yerda mana 3 xil formatda, bu ham JPEG, JPEG, keyin PNG formatda qabul qiladi. Bo'ldi, hamma narsani joylab to'ldirib bo'lgandan keyin save and continue bor. O'shani bosiladi. Keyin ikkinchi bosqichga o'tiladi. Endi ikkinchi bosqichda mana bu yerda ko'rinib turadi. Mana bu bir ichi to'la yashil degani bu to'ldirib bo'ldi degani. Ikkinchi bosqichga keldi, mana ko'rsatib turadi. Xullas, bu yerda endi adres, qayerda turasizlar, postal kod, pochta indekslarni yozasizlar. Men postal kod bilan P boxni bir xil yozsanglar ham bo'ladi. Keyin telefon raqami, davlat birinchida mana davlat bayrog'i turibdi, keyin o'sha davlatda kodi turibdi. Sizlar o'zgartirasizlar agar O'zbekiston nomeringiz bo'lsa. Mana bu qizil yulduzcha deb berilgan joylarni to'ldirish shart degani. Undaqa yulduzcha qo'yilmagan bo'lsa shart emas, uni tashlab ketsanglar ham bo'ladi. To'ldirib bo'lgandan keyin yana bu yerdagi save and continue qilamiz. Xo'p. Mana 3-bosqichga o'tdi. Bu yerda birinchidan savol beryapti, ishlaysizmi yo'qmi degan. Uni ishlaydigan odam yes qiladi, ishlamaydigan odam hech narsani o'zgartirmaydi. No bo'lib turaveradi. Xo'p, keyingisida men kattaning ichiga
aynan Saudiyada o'qishlikni orzu qilyapsiz, ya'ni xohlayapsiz degan. Shuni sababini yozasiz. Chiroyli qilib 4-5 qator narsa yozib qo'yasiz. Hop. Keyingisida bular endi shart emas. Bularda qizil yulduzcha qo'yilgan, bular shart emas. Kim xohlasa qo'shimcha yana to'ldirib qo'ysa bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Save and continue bosamiz. Mana 3-bosqichdan 4-bosqichga o'tilindi. Hop, bu yerda endi akademik darajalar o'shalarni kiritib chiqish kerak bo'ladi. Mana eng birinchisi bu eng oxirgi olgan ilmiy darajangiz. Kimda bakalavr bor, kimda magistratura bor. O'shalarning bittasi joylanadi bu yoqqa. Mana education level shu haqida ma'lumotlar to'ldiriladi. Eng pachosi mana high schooldan boshlangan. High school bu o'rta ta'lim. Masalan, o'rta ta'lim yakunlangan ko'pchilik. Agar bakalavr bo'lsa, bakalavr yozish kerak bo'ladi. Qaniydi? Bakalavr. Va hokazo. Shular hammasi ma'lumot to'ldirib chiqasizlar. Men yana bitta muhim narsani aytib ketmoqchiman. GPA scale degan o'sha o'rtacha baholash sistemasi bizda maktablarda qanaqa? 100 ballimi? Yo sizdagi ya'ni bizda degan. Kim qanaqa olgan? 5 balli bo'lsa, 5 ballini tanlanadi. O'sha 5 dan necha olgan? Mana bitta score degan joyi bor. 5 dan necha olgan shuni kiritiladi. Masalan, hozir kunlik attestatsiyadan men ko'rdim. O'sha oxirgi 6 yillik GPA ni chiqarib beryapti, tayyor qilib o'sha yerda yozib qo'ygan bo'ladi. Misol uchun 5, hammasi 5 bo'lsa, masalan 5 qo'ysa bo'ladi. Yokida 4.45 yoki 4.90 va hokazo. Kimda qanaqa uni qo'yib ketish kerak bo'ladi. Hop. Hammasi kiritilgandan keyin, fayl joylangandan keyin add qualification bosamiz. Bo'ldi. Endi bu yerga mana chiqib turadi kiritgan narsalar. Keyingisida mana boshqa turdagi sertifikatlar va imtihon natijalari degan narsa bor. Mana hozir bu yilgi sistemada yangi narsalar qo'shilgan. Mana ketdi high school diploma. Hozirgi high school deb qo'ysa bo'ladi. Keyin yana qo'shimcha, ya'ni undan tashqari nimalar bor? Bakalavr darajasi, master darajasi, doktor va hokazo shular hammasi qo'yiladi. Hop, imtihon, qanaqa imtihonlar sertifikatini olgan? SAT mana, kimda IELTS bor, mana buniki English language test qo'yibdi. Mana o'sha yoqqa TOEFL, IELTS va hokazolarni qo'ysa bo'ladi, step. Kim arab tilini bilsa, mana Hamza degan test bor. U Saudiya Arabistonini tashkil qilgan Qirol Salmon akademiyasi tashkil qilgan test bor xalqaro. Agar kimdadir shu Hamzaniki bo'lsa, hozir bu o'tadi Saudiyada. Kamida B2 bo'lish kerak. Hop, keyingisi yana qolgan boshqa turdagi xalqaro sertifikatlar. Matematikadan bor ekan, mana kimyodan bor. Bular majburiy emas, bular ixtiyoriy bo'lgan sertifikatlar. Kimda yo'q bo'lsa, buni shunday bo'sh tashab ketsa ham bo'ladi. Bo'sh qoldirib ketsa ham bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Mana bitta yana yulduzcha qo'yib qo'ygan. Bu sudlanmaganlik haqidagi spravka. Shuni joylab olish kerak bo'ladi. Hop, keyingisi medical report. Mana bu yoqqa men yulduzcha qo'ymagan, bular shart emas hozir yo'q bo'lsa. Men endi uni tezroq ko'rsatish uchun bu yerdan tashab o'tib ketaveraman. Hop, bo'ldi. Hamma narsa yuklangandan keyin bunaqa yozuv chiqadi. Congratulations. Endi programmalarga topshirsanglar bo'ladi degan. Endi bosamiz apply for programs. Bu yerda endi tanishtirib chiqyapti, nima universitetlar bor. Bizga hozir bu kerak emas. Tezroq o't olishlik uchun mana profilni o'ng tomonida mana menyuni bosamiz. Mana shu menyu ochiladi. Find your program deganni bosamiz. Mana bu yoqqa kirgandan keyin hozir hammani ko'rsatib turibdi. Men filtr qilib olaman. Mana filtr bosganda shaharlardagi universitetlar bor, boshqa hokazo. Birinchi qiladigan ishim scholarship type. Bu yerda hozir pulli o'qishlarni ham ko'rsatyapti. Men birinchi bo'lib full scholarshipni tanlayman. Full scholarship tanlagandan keyin odatda O'zbekistonda topshiradiganlar arabchani bilmaydi. Saudiyada ta'lim tili baribir arab tilida. Shuning uchun birinchi rag'batlarga, ya'ni birinchi o'qimoqchi bo'lgan istaklarimga men diplomani tanlayman. Diplomada
Mana bu hozir qiz bola akkaunti bo'lganligi uchun nima prinsessa Nurani, ya'ni Amira Nurani 2 yillik arab tili o'rgatadigan, arab bo'lmaganligi arab tilini o'rgatadigan diplom kursi bor. Ana o'shani tanlayman. Bundan keyin bakalavr o'qisa bo'ladi bitirib chiqqandan keyin. Hop. Bu yerga bossanglar, shartlari va qaysi joyda joylashganini ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Yaxshilab o'qib chiqasizlar. Keyin mana pastga tushsanglar, I confirm that I have read. O'shalarni hammasini o'qib chiqdim. Deysizlarda, men ptichka ko'rib add to preference degan joy bor. Shunda bosasizlar. Bu mana qo'shildi. Hozir shu 25 tagacha tanlasa bo'ladi yo'nalish. Har qo'shganinglar, birinchi qo'shganinglar u eng muhimi bo'ladi. Agar unga kira olmasa, u bitta pastga tartib bo'yicha tushib boraveradi. Imkoniyat inshaalloh bu yil kengroq. Endi yana qaytish uchun o'sha orqaga qaytamiz mana selkadan. Hop, diplomi. Bu yerda hozir menga faqat bittadan diplomni ko'rsatib turibdi. Demagaki men full scholarship tanladim. Endi bu yerda hozir yangicha ya'ni filtrga qaytaman. Paid nima partial scholarship bor. Bu qisman taqdim etiladigan stipendiya. Bu yerda ham ba'zi imtiyozlari bo'lmaydi degani qisman stipendiya. Hozir o'shani ko'ramiz. Mana bu yerda yana ikkita diplomi paydo bo'ldi. Bittasi Ar-Riyodagi Imom Muhammad bin Saud Islom universiteti. O'shanga bosamiz diplomasiga. Mana bu yerda aytyapti. Demak, bankda mana yozib qo'ygan. Bu nimaga qisman stipendiya degan. O'qishda ekan, oylik talaba uchun stipendiya beriladi. Faqatgina tibbiy sug'urta bilan yashash joyi bilan ta'minlamaymiz deb qo'ygan. O'sha narsa yo'q. Lekin samolyot biletlari olib beriladi. Buni ham tanlab qo'yaveramiz. Kim xohlasa endi. Qo'shildi bu ham. Yana xuddi shunaqa orqaga qaytariladi. Ikkinchisi bu Jiddadagi nima? Mana Malik King Abdulaziz universiteti deydi. Bitta ham ko'ramiz nima yo'q. Bunda faqat turar joy yo'q ekan, lekin qolgan narsalarni ta'minlaymiz deyapti. Buni ham qo'shib qo'yamiz. Hop, mana hozir 3 ta anaqa bo'ldi. Qo'shilingan. Endi bu arab tili diplomi tugadi. Mana hozir yana full scholarship qilaman-da. Bakalavr yo'nalishlarini qarab chiqaman. Bu yerda juda ko'p. Mana o'zbamda preferences deganda list deganda mana 3/25 turibdi. Mana ya'ni men hozir qo'shgan 3 ta anaqam bor. Общий maksimum 25 tagacha ham yana tanlasam bo'ladi. Ya'ni qolgani 22 ta narsa tanlasam bo'ladi. Hop, bitta narsa bor. Mana hozir bakalavrga o'tdim. Ko'pida ana aytaylik, muhasaba bu buxgalteriya. Yo'lda inglizchasini yozib qo'ygan. Bir xillarda mana so'rayapti, lekin ko'pida arab tilini bilish shart bo'ladi. Bilmasa o'qiy olmaydi. Shunaqa qilib, kim o'ziga qulay mutaxassis bo'lsa, o'shalarni tanlab chiqsa bo'ladi. Bundan tashqari, endi hozir ham yo'da menda masterni ko'rsatmaydi. Master bu magistratura. Lekin kimdirda shu bakalavr diplom bo'lsa, uni boy ma'lumotlarni to'ldirib o'tganda o'sha bakalavrni eng oxirgi olgan o'sha nimamda bakalavr diplomini ham joylaydigan bo'lsa, bu yerda hozir magistratura yo'nalishlari ham ko'rinadi. Va PhD yo'nalishlari ham ko'rinadi. Agar magistraturani tugatgan bo'lsa, PhD yo'nalishlari ham ko'rinadi. Ularda ham xuddi shunaqa stipendiya va qisman stipendiya va umuman stipendiya taqdim qilmaydigan dasturlar bor hozirgi paytda. Bo'ldi, endi qayerdan bilaman topshirganmi, nima o'sha tanlaganlar saqlanib qoldimiz. Bu avtomatik boy tanlaganingizda qo'shilib boraveradi. Mana bu view preference bosilinsa, mana yozib qo'ygan mana 21-maygacha bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Tartib bo'yicha bittasini tepaga chiqarib, bittasini pastga tushirsa bo'ladi. Bo'ldi, shu holatida saqlanib bo'lib qoladi. 21-maydan keyin tanlagan yo'nalishlik bo'yicha ko'rib chiqish boshlanadi.
Endi qanaqa o'zgartiramiz buni? Start reorder bosiladi. Bo'limda bosib turib, mana bu yerda pastga sursanglar bo'ladi. Bularni. Mana surilyapti, ko'rasizlar. Eng muhimidan boshlab tanlab chiqaverasizlar xullas. Keyin narsa o'zgartirsanglar, save order qilasiz. Mana qachongacha ham anaqa bo'ladi. O'zgartirsa bo'ladi deb tushuntirib qo'ygan. Submit qilamiz. Mabodo yana fikrini o'zgarib qo'ygan bo'lsa, yana nimadir qo'shib, nimadir olib tashlasa bo'ladi. Xuddi shunaqa ma'lumotlar ham. Mana bu my profil kirsa, nimadir qolib ketgan bo'lsa, nimadir yana qo'shmoqchi bo'lsanglar, ma'lumotlarni yana qaytib borib profilga saqlanib bo'lganlar turgan bo'ladi. Bosqichlarga o'tasiz, qaysi bosqichda nima turgan edi. Hammasiga o'tib, qo'shimcha narsalarni qo'shsa, ko'pincha endi hamma kimlardir sertifikatlari hali tayyor bo'lmagan bo'lsa, ba'zi sertifikatlar, qo'shimcha sertifikatlarni yana qo'shib qo'ysa bo'ladi olgandan keyin. Bu ham hammasi 21-maygacha qilsa bo'ladigan ishlar. Shunaqa deb yozib qo'ygan saytda. O'sha o'qishga hujjat topshirish tugagandan keyin hech narsani o'zgartira olmaysiz. Bu o'sha 2026-yilga hozircha Saudiya universitetligiga o'qishga topshirish bo'yicha ko'rsatmalar bo'ldi inshaalloh. Alloh hammaga manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.